Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 27-oktyabrdan 30-oktyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqatgina 28-oktyabr kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 8-13 daraja iliq, kunduz kunlari 21-26 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqatgina 28-oktyabr kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, baland tog'li hududlarda qorga aylanishi ham mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 15-20 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.